Venesuela prezidenti Nikolas Maduro AQShda hibsda bo'lgan holda uzoq tanaffusdan so'ng ilk bor murojaat bilan chiqdi. AQSh va Eron o'rtasidagi muzokaralar qayerda o'tkazilishi aytildi. Pokiston tashqi ishlar vaziri Ishoq Dar AQSh va Eron o'rtasidagi muzokaralar yaqin kunlarda Pokiston poytaxti Islomobod shahrida bo'lib o'tishi mumkinligini aytdi. Trampning bildirishicha, Saudiya Arabistoni valiahd shahzodasi Muhammad bin Salmon uni past baholagan va endi uning orqasidan o'pishga majbur. Shimoliy Koreya yer usti sharoitida modernizatsiya qilingan qattiq yoqilg'ili raketa dvigatelini sinovdan o'tkazdi. Amerika qo'shinlari harbiy operatsiya boshlaganidan beri Eron hududiga 11 mingdan ortiq nishonni yo'q qildi. Bu haqda 29-mart kuni AQSh qurolli kuchlarining Yaqin Sharqdagi markaziy qo'mondonligi ma'lum qildi. AQSh va Eron o'rtasidagi muzokaralar qayerda o'tkazilishi aytildi. Pokiston tashqi ishlar vaziri Ishoq Dar AQSh va Eron o'rtasidagi muzokaralar yaqin kunlarda Pokiston poytaxti Islomobod shahrida bo'lib o'tishi mumkinligini aytdi. Bu haqda u Misr, Turkiya va Saudiya Arabistoni tashqi ishlar vazirlari bilan o'tkazilgan maslahatlashuvlardan so'ng bayonot bergan. Eron ham AQSh ham muzokaralarni o'tkazishda Pokistonga ishonch bildirganidan mamnunmiz. Pokiston yaqin kunlarda tomonlar o'rtasida mazmunli muzokaralarni qabul qilish va ularga ko'maklashish sharafiga muyassar bo'ladi. Maqsad mavjud mojaroni keng qamrovli va barqaror tarzda hal qilish degan u. Shuningdek, u Xitoy rasmiylari bilan telefon orqali muloqot qilganini aytib, Xitoy AQSh Eron muzokaralarini o'tkazish bo'yicha Pokiston tashabbusini to'liq qo'llab-quvvatlamoqda deb ta'kidlagan. Pokistonda bo'lib o'tgan vazirlar uchrashuvida siyosatchilar Yaqin Sharqdagi urushni yumshatish masalalari hamda boshqa mintaqaviy muammolarni muhokama qilgan. Pokiston diplomatik sa'y-harakatlarida muhim vositachi sifatida ko'rilmoqda. Eslatib o'tamiz, avvalroq Turkiya tashqi ishlar vaziri Xoqon Fidan Pokistonda Yaqin Sharqdagi keskinlikni kamaytirishga qaratilgan sammit o'tkazilishini ma'lum qilgandi. Tramp omma oldida Qora shahzodani kamsitdi. AQSh prezidenti Donald Tramp Mayamida Saudiya Arabistoni ko'magida tashkil etilgan forumida mamlakat valiahd shahzodasi Muhammad bin Salmon Al Saud haqida qo'pol fikr bildirdi. Ushbu forum Oq uy tomonidan jonli namoyish qilindi. Trampning bildirishicha, Saudiya Arabistoni valiahd shahzodasi Muhammad bin Salmon uni past baholagan va endi uning orqasidan o'pishga majbur. U mening orqamdan o'pishi kerak, deydi Tramp. AQSh va Saudiya Arabistoni munosabatlariga izoh berar ekan, Tramp Qora shahzodani orqasidan o'pishi kerakligini va unga bu yoqimli bo'lishini aytdi. U Eron bilan urush bo'lishini o'ylamagan edi. U mening orqamni yalashiga to'g'ri keladi deb ham o'ylamagan. Haqiqatan ham o'ylamagan edi. Unga aytinglar, u menga yaxshi muomala qilgani ma'qul. Shunday qilishi kerak degan Oq uy rahbari Saudiya Arabistoni ko'magida tashkil etilgan Mayamidagi kelajak investitsiyalar tashabbusi forumida. Uning fikricha, podshohlik valiahd shahzodasi Trampning mamlakati parchalanib borayotgan navbatdagi muvaffaqiyatsiz prezident deb hisoblab, uni yetarlicha baholamagan. Endi esa shahzoda Trampga nisbatan xushmuomalaroq bo'lishi kerak. U meni shunchaki navbatdagi omadsiz Amerika prezidenti, mamlakat esa jarlikka qarab ketdi deb o'ylagan edi. Lekin endi u menga nisbatan muloyim bo'lishi kerak. Menga yaxshi muomala qilsin, deydi Tramp o'z nutqida. Eslatib o'tamiz, avvalroq Fors ko'rfazidagi arab davlatlari AQSh prezidenti Donald Trampning Eron bilan urushni tugatish bo'yicha kelishuv tuzish niyatidan xavotirda ekani. Ular bunday kelishuv oqibatida mintaqada hamon qudratli raqib bilan yuzma-yuz qolishdan qo'rqayotgani haqida harbiy harakatlarni davom ettirishni talab qilayotgani haqida xabar berilgan edi. Maduro AQShda hibsda turib murojaat qildi. Venesuela prezidenti Nikolas Maduro AQShda hibsda bo'lgan holda uzoq tanaffusdan so'ng ilk bor murojaat bilan chiqdi. Maduro va uning rafiqasi Silvia Flores nomidan joylangan xabarda ular fuqarolardan kelayotgan qo'llab-quvvatlash so'zlarini olayotgani va buning uchun minnatdor ekani aytiladi. Biz sizlarning xabarlaringizni, maktublaringizni va duolaringizni oldik. Har bir mehr qo'llab-quvvatlov so'zi bizni ruhiy jihatdan mustahkamlamoqda. Biz yaxshimiz, bardam va xotirjammiz, deyiladi murojaatda. Shuningdek, Maduro tinchlikni mustahkamlash, milliy birlik va muloqotni kuchaytirishga chaqirgan. Unga ko'ra, Venesuela yarashuv va o'zaro hurmat yo'lida borishi kerak. Avvalroq uning Bruklindagi metropoliten tergov izolyatorida saqlanayotgani haqida xabar berilgan edi. Manbalarga ko'ra, u deyarli to'liq izolyatsiya sharoitida saqlanmoqda. Maduro o'z hibsga olinishi noqonuniy ekanini ta'kidlab, bu haqda ma'lumotni oilasiga va boshqa venesuelalik mahbuslarga yetkazishni so'ragan. Shimoliy Koreya
Koreya AQSh hududiga yetib bora oladigan raketa dvigatelini sinovdan o'tkazdi. Shimoliy Koreya yer usti sharoitida modernizatsiya qilingan qattiq yoqilg'ili raketa dvigatelini sinovdan o'tkazdi. Bu dvigatel AQSh materik qismiga zarba bera oladigan qit'alararo ballistik raketalarda qo'llanishi mumkin. Bu haqda Koreya Markaziy telegraf agentligi xabar berdi. Xabarga ko'ra, sinovni mamlakat yetakchisi Kim Chen In shaxsan kuzatgan va uni mamlakat strategik qurollarini rivojlantirishda katta ahamiyatga ega deb baholagan. Bu ishlar mudofaani rivojlantirish bo'yicha 5 yillik reja doirasida amalga oshirilmoqda. Yangi dvigatel uglerod kompozit materiallardan tayyorlangan bo'lib, uning maksimal tortish kuchi taxminan 2500 kilonewtonni tashkil etadi. Bu ko'rsatkich o'tgan yilning sentyabr oyida sinovdan o'tkazilgan o'xshash dvigatelnikidan 1.97 ming kilonewton yuqori. Janubiy koreyalik ekspertlarning ta'kidlashicha, Pxenyan dvigatelning ishlash vaqti kabi muhim texnik parametrlarni oshkor qilmagan. Shu sababli e'lon qilingan xususiyatlar bir oz bo'rttirilgan bo'lishi mumkin. So'nggi yillarda Shimoliy Koreya bir necha bor qit'alararo ballistik raketalarni sinovdan o'tkazib, ularning uchish masofasi AQSh materik hududigacha yetishini namoyish qilgan. Bunda ayniqsa qattiq yoqilg'ili dvigatellar qo'llanilishi muhim, chunki ular suyuk yoqilg'ili tizimlarga nisbatan uchirishdan oldin aniqlanishi qiyinroq. Eslatib o'tamiz, avvalroq Kim Chen In 15-chaqirig Oliy Xalq Majlisining birinchi sessiyasidagi dasturiy nutqida Janubiy Koreyani rasman eng ashaddiy dushman davlat deb e'lon qilgandi. AQSh Erondagi 11 mingdan ortiq nishonni yo'q qildi. Amerika qo'shinlari harbiy operatsiya boshlaganidan beri Eron hududiga 11 mingdan ortiq nishonni yo'q qildi. Bu haqda 29-mart kuni AQSh qurolli kuchlarining Yaqin Sharqdagi markaziy qo'mondonligi ma'lum qildi. Qo'mondonlik ma'lumotlariga ko'ra, zarba berilgan obyektlar orasida Eronning 150 dan ortiq harbiy kemalari bor bo'lib, ular yo'q qilingani yoki shikastlangani aytilgan. Operatsiyaga turli kuch va vositalar, jumladan qiruvchi samolyotlar, strategik bombardimonchilar, aviatashuvchi kema raketa esminetslari, suvosti kemalari, shuningdek Patriot zenit raketa majmualari va THAAD raketaga qarshi mudofaa tizimlari jalb etilgan. Va yana qo'shimcha qilinishicha, Amerika qo'shinlarining asosiy sa'y-harakatlari ballistik raketalar, dronlar, harbiy dengiz tahdidlari va Eron harbiy sanoat bazasi elementlarini yo'q qilishga qaratilgan. Eslatib o'tamiz, avvalroq Amerika Qo'shma Shtatlari mojaro boshlanganidan beri Eron raketa arsenalining faqat 3dan 1 qismi yo'q qilinganini ishonch bilan tasdiqlay olishi mumkinligi haqida xabar bergan edi. Eron Hormuzdan o'tish uchun to'lov joriy etdi. Endi Hormuz yo'li orqali o'tish uchun to'lov olinadi. Tehron tranzit uchun qancha to'lov olinishini oshkor qilmadi. Tez orada qonun loyihasi qabul qilinishi bilan ushbu suv yo'lini yangi tizim boshqaradi. Kemalar uchun xavfsizlik va xizmatlar qonun loyihasida ko'zda tutilgan to'lovlar orqali ta'minlanadi deyiladi xabarda. 20-mart kuni Eron Hormuz bo'g'ozi orqali tranzit uchun to'lov joriy etganini xabar qildi. Nashrga ko'ra, tasdiqlangan tashuvchilar uchun xavfsiz yo'lak tashkil etilgan bo'lib, bitta operator tranzit uchun taxminan $2 million to'langan. O'sha paytda ruxsatnomalari har bir holat uchun alohida berilgan. Biroq Eron kemalari ro'yxatdan o'tkazish bilan rasmiy tranzitni tasdiqlash tizimini ishga tushirishni rejalashtirayotgani ta'kidlangan. AQSh va Isroilning Eronga qarshi harbiy operatsiyasi boshlanganidan so'ng Eron Hormuz bo'g'ozida savdoni to'xtatishini e'lon qildi. Janglardan oldin dunyo nefti kondensati va neft mahsulotlarining 15-20% va suyultirilgan tabiiy gazning 30% dan ortig'i suv yo'li orqali o'tgan. 25-mart kuni Islom Respublikasi do'stona mamlakatlar Rossiya, Hindiston, Iroq, Xitoy va Pokiston kemalariga Hormuz bo'g'ozi orqali tranzit o'tkazishga ruxsat berdi. Shu bilan birga mamlakat tashqi ishlar vaziri Abbos Arakchi Tehron raqiblariga bo'g'ozdan foydalanishga ruxsat berishning ma'nisi yo'qligini aytdi. Eslatib o'tamiz, avvalroq Yaqin Sharqdagi vaziyat keskinlashuvi fonida Birlashgan Millatlar Tashkiloti bosh kotibi global oziq-ovqat inqirozining oldini olish va o'g'itlar savdosiga ko'maklashish uchun maxsus mexanizm yaratish tashabbusi bilan chiqqan edi. Sizlarga yetkazmoqchi bo'lganimiz shulardan iborat edi. Bizni kuzatishda davom eting.